Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu videomiz to'yxonasiga va arendaga berishlik uchun stol stul qidirib yurgan aka-ukalarimiz uchun ko'rishlari mumkin. Bu stol stulimizni fasoni paxtagulli stol stul. Videoni oxirigacha ko'rsalang narxlarini, hamma joylarini ko'rsatib tushuntirib chiqqanmiz. Bu stol stulimizning nomi paxtagulli stol stul deyiladi. Ko'rishlari mumkin. Materiallari mo'shi material qilingan. Arqalarida tugmachalari ham juda ham baquvvat, qattiq qilingan, gubkalari qalin gubkalardan qo'yilgan. Profillari 2 ga 2 profil bo'ladi arqasi, oyoqlari 2,5 ga 2,5 profildan qilingan bo'ladi. Kraskalari parashkovoy kraska sepilgan. Kraskalarimiz ham 2 xil turi bor. Bu glansiviy kraskadan sepilgan, silliq chiqadi mana. Yaltiroq, silliq bo'lib tillarang kraska sepilgan. Endi yana qanaqa ma'lumot bersak ekan. Ushbu stol stullarimizni tagliklariga keladigan bo'lsak, tagliklari mana ko'rishlari mumkin. Tagiga ham taxta fanera qo'yilgan, bunga o'xshagan. Bu taxta fanera nimasi yaxshi desalang, yomg'irda, suvda, qorda qolib ketsa ham hech narsa qilmaydi. Suvni ichiga solib qo'ysalar ham hech narsa qilmaydi. Bu stol tagini ko'rsatib boring, aka. Oyoqlariga mana bunaqangi tuyoqlardan kirgizilgan bo'ladi. Juda ham baquvvat, qattiq tuyoqlardan. Taglari mana boltga ekalik bo'ladi. Agar materiallari yirtilib, yomon bo'lib ketadigan bo'lsa, shunday boltini yechib, qaytib qo'yib qo'ysa bo'ladi. Keyin mana buni orqalari ham shunaqa samarezda qilingan bo'ladi. Shuni yechib 1-2 yilda materialni bemalol almashtirib, o'zlaring qo'l bola almashtirib olsalar bo'ladi. Keyin buni to'rala tarafi ham kashaklik bo'ladi. Mana baquvvatligi juda ham baquvvat. To'yxonalarga, arendalarga bersa, u ancha yillar xizmat qiladi. Endi yana buni udobniy tarafi bu taklanadi, ustma-ustun bo'lib ko'rishlar mumkin. O, nech qator bo'lsa taklanib chiqib ketaveradi. Ustaga buni xon taxtasini yig'ilishini bitta ko'rsatib bering. Hozir xon taxtasini yig'ib ko'rsatib beramiz. Yig'ilishi ham juda ham udobniy bo'ladi mana. Yig'ilganda 5-6 sant bo'lib qoladi xolos. Mana. Ko'rishlar mumkin. Qarinni ko'rsalar. Juda ham udobniy bo'ladi. Betlariga ham taxta faneralariga laklangan ham bo'ladi, yana dabavkasiga. Hozir xon taxtalarni ko'pgina taklab turgan holatini ko'rsataman. Mana. Mana shunaqangi bitib chekkaga joy bo'lib ketadi, nechta xon taxta bo'lsa ham. Keyin buni mana xon taxtalarini kashaklari mana bunaqangi ikkitalik bo'ladi. Juda ham baquvvat chiqadi. Ustiga katta odam chiqib sakrasa ham hech narsa qilmaydi. Ustaga bitta ustiga chiqib ko'rsatib beraman xon taxtani. Yalanqoyoq bo'lib chiqasa. Sahraveraman. Nech kilosiz? 65. 65 kilo ustakamiz. Bunday likillatib beraman. Mana. Xon taxtani tagini mana bunaqa taklanmaydigan qilsa ham bundan ham bettarlik kelaydi. Bu juda ham baquvvat chiqqan. Ishimizga javob beramiz. Necha yilga desa, necha yilga bo'lsa garantiyasini beraveramiz. Endi buni narx-navolariga keladigan bo'lsak, bu stol stullarimizning oxirgi taqalgan narxi 170 ming so'm. Bunimiz narxi 400 ming so'm. Xon taxtamiz narxi. Endi buni ko'proq 8 talik, 10 talik qilib olaman deysa, 8 talik xon taxtaning narxi ham anaqa 400 ming so'm. Keyin dumaloq qilib olaman deyishadigan bo'lsa, dumalog'ini narxi 500 ming so'm chiqadi. Unaqalarni ham hali kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalang, ularning videolarini ham qo'yib boramiz. Hali boshqacha stol stullar juda ham turi ko'p. Shunaqangi chiqarganimizda tez-tez qo'yib turamiz kanalimizga. Kimga ushbu video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Aytgancha, kimga shunaqa stol stullar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Butun Esengi davlat bo'yicha yetkazib beraveramiz. Yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Hammaga rahmat.